Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, aka-ukalar. Yangiliklarimiz keldi. Ozgina qisqa tanaffusdan keyin bolalarimiz yangi nav Neymah deydigan keldi. 195 ga 60 15 M+S sezonni o'sha mashina oyog'ida ham turbocha turadigan, qishin yozun yuradigan va yo'llarda zashta himoyalari bor. Qadoq-padoq ochgan chekka yaxshi dunga qolmaydigan. Va M+S Probekka ham, kачествоsi ham zo'r, sifatli bolalarimiz o'z yangiliklari kelgan. Bularning barcha turdagi razmerlari bor. Bular 195 ga 60 15, Nexia 1, Nexia 2 Gentralarga qo'yadigan o'sha legenda deydigan o'z majbur turibdi yangiliklarni. Va bu o'rnidagi yana bir yangiliklarimiz keldi. Lux Jomax deydigan keldi. Bu ham sifatli. Mashinaning oyog'ida turbocha turadigan, protektorlar ham og'iga ham bag'iga ikki tomonlama ketaveradigan balon. Ko'p balonlar vulkanizatsiyaga borsa, bunday aylantirgan bo'lsa, teshilib qolsa, naborot qilib qo'yib qo'yadigan bo'lsa, balon turist o'zi laplaydigan bo'lib qoladi. Bular bunaqangi bo'lmaydigan, sifatli. Mana mashinaning oyog'ida ham qoraytirsangiz, yo'li tik chiroyli turadi. Ko'p balonlar qurg'oqqa o'xshab qishib qoladi yo'li. Bular unaqangi bo'lmaydigan, yo'li ham o'sha sifatli, original, yo'llarda zashta himoyalari bor. 8 diskaga qo'ysangiz ham, temirli diskaga qo'ysangiz ham bo'ladigan sifatli, garantiyali balonlarimiz. Yangiliklarimiz, balonlarimiz arzon, sifatli, narx-navosida hozir hijolat qildirmaydigan narxda barcha razmerdagi balonlarimiz bor. Akkumulyatorlarimiz ham bor. Manzilimiz Mikrorayon Fazo Embu bank orqasi, Namangan.